Canfey nimişqa Lübodun qo'rqmaydi. Endi müşədə şaptulluq qasam içib Lübe Guayu'larla ağını buluşqandan keyin bu butkul bisatını setib baylığını naq pulga aylandırıb Lübe'ni üzüge ağı qilib bular eng aldıdan nim qildi qoral soqturdu. Dastlabda bular nayt namlar bularning jang qorali yo'q Guayu'ning bardar shamshiri ma Lübe'ning qo'sh qilchini ma shu Canfey mardlik bilan üzünün bisatını setib soqturib bergan. Üzünün qoralı qarsanlar bu puçin imotsan yılan baş neyze deydi bunu. Canfey yılan naiti bir güçlü kişilerini çekip öldürdüğün her qandaq hayvandan qo'rqmaydigan mijozini bilib, ben yılanını soqturay deb mushundaq soqturdu. Anonunki bunun pulu bir jang etsetib oldu. Ancha muncha açlıq elib, anonunki leşker qabul qildi. Eng dastlab bularmi bir qism bir necha ming leşker qabul qildi. Bundan keyin seriq yig'liqlar qo'zg'olon partlaydi. Mushada bular berib ordu qarta yordam qilib, Dongjuani qutqizib oldi qaranglar. Biz yangi ko'rgan, yangi ishlangan 3 parchali qaqir qissada bu ko'rinish yo'q. Bular shu boshlikka chiqmaydi, udul xuloganga berib, Yuanshao qetilgan yerdan boshlandi. Dastlabki qarsa bular boshda Dongjuani bir qatim qutqizib oldi hayotini. Qutqizib olgandan keyin Dongjuo bu yerda so'raydi, "Bakbochi-ku bu? Sizlar nimadan?" desa, "Xiril" so'rasa shuni bular Elqamda bir amalda ya bir leşkerini bilmi soqsaydı desa biz odatki bir puhra bunaq amal mansabi orduning leşker emas, o'zimiz tashkillanib boshqa orduga yordam qilib qutqizib oldik. Deb yaratmayli bular rahmatni aytmay ketdi Dongjuo. Moshadimi Canfey tas qildi chiqib o'ltirib atqilaydi Dongjuoni. Lekin Guayu'ning tutib olishi bilan Lübe'ning qarshi bilan bu to'xtab qoldi. Amdikin bu yerda Dongjuoning qo'lida tek bu Lübe yo'q. Bu vaqtda tek Lübe yo'qdi. Endi müşədə birinci o Dongjuo'ga öşmenlik müşədən başladı Canfey'ninki. Nayt açıq kildi-də bu canını tikib qutquzlasaq maqul altaq ne? Deb. Şuna qarşaq 18 taram qoşunuğa qetilib bular Dongjuo'ga qarşı atlanğan vaqtda Canfey Lübe'ni ko'ribmi baxmay turib, uçurishmi baxmay turib namını anlapla öşüp qaldı bu Lübe'ga. Şunamı? Çiştirmə öşüp qaldı. Xabaş qo'y ket vaqsın. Qanda qıldı ekan demek bu yer öşmenlik dastlabki öşmenlikdan başlandı. İkincisi bu Canfey'mi nayt batur özün köz çık amraq boğaşqa bu yer Guayu bu qandaq qildi bence ucan xuaşonda xuaşonni öldürüp bir nam chiqadi. Şunun için bu man geldi, men bir namım chiqray. Bundaq deyish yeni bir sebep 18 baglik qo'shuni bularni qat'iy ko'z gilmidi. Diga va'dasidan turmidi, bular birdigan açlıq yordamni bermidi. Şuna bulağa üzüm yeni bir qıtım köstüp, yeni bir qıtım tutup qo'yish uchun Lübe bilan Sayingan Lübe qilib bu jangni başladı bu yerda. Chiqiblan tillaydi, "Ey urug'liq qo'l, yan elilik jamiyda bayada turibdi, otdan tush taslim bo'l." Endi bu yerda Lübe ma'lumot bayron qoldi bu gapni. Ve bu men jahonda birinchi palvon, birinchi azmat tursam, mening mashta tillaydigan qo'y tuzilib aka bu yerda. Dep şunun bilan so'rsalik deb bu Canfey ile uruşdu. Bu jangi qarsaqmı Canfey'mi tang turib atdı. Axirgi yengilib qilish sababi qarsaqmı Canfey'ning jang etdiği albatta Lübe'ninki tankilanmaydi. Bu jang etdiniki jiqlik kuch tufaylidan o'lgil tas qoldi. Lekin bu yerda Guayu kelib qutqizib olib barbara 3 azmat birlikda Lübe bilan jang qilib bitdi. Endi bu yerda bu jang payqalmaganda bu Lübe 1-chi, Canfey 6-chi degan bilan bularning orasida undaq ko'z yetkisiz farq yo'q. Masalan bu farqni nim deb tushunsak bo'ldi desak, olimpikka qatnashgan 100 metrga yugurish musobaqasi qarsak, 6 mayir 6 davlatning yugursa, birinchi o'g'an mayir bilan 6-chi o'g'an mayirning orasida 1 sekundmi farq yo'q. Shundaq-ku? Demak bu Canfey bilan Lübe'ning qatorida 8-chilik farq bor. Undaq cho'ng farq yo'q. Navada qarsangmi Lübe azroqli bexaslik qilsa, azroqli qo'lni qo'yibsa, bu yerda Canfey'ning qo'lida o'lib ketishi mumkin. Dergiz bu yerda osmonimizda undaq cho'ng farqi yo'q bu ikkisining orasida. Canfey'mi qilishqisiz batur. Shunga ancha baq qo'rqib ketmaydi. Mush jangda garchi Lübe'ning yangamisimu Canfey'ningmi bir nom chiqdi. Chunki qarsa 18 baylikninki 1-2 sanog'lar po'y sanog'lar chiqdi. Lübe bilan bir marta erishmay jondan arildi, lekin Canfey chiqib qanday qildi? 10 marta elishdi. En axırda bunu ölmedi, Lübe bilan tang turaldi, qo'rqib qochdi Lübe. Shuningdan bu yerda Canfey'ningmi tunji qitim nom chiqdi.